Xo'sh, IDC ikkinchi kitob 16-mavzu matnli masalalar birinchi qism. Xo'p, birinchi boshida sonlarning o'rta arifmetigini toping debdi. O'zi o'rta arifmetik qiymat qanday topiladi? O'rta arifmetik qiymat bu nechta son bo'lgan bo'lsa, har birining yig'indisi va hokazo o'sha enta soni qo'shib olamizda hadlari soniga bo'lamiz, entaga bo'lamiz. Misol tariqasida bu yerda 3, 7, -4 va 2 sonlarning o'rta arifmetigi so'ralgan. Demak, hammasini qo'shib olamiz. 3 + 7 + -4 + 2. Nechta son qo'shilyapti? 4 ta son. Demak, buni 4 ga bo'lishimiz kerak. Yig'indi 8 ga teng. 8 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 bo'lar ekan. Demak, o'rta arifmetik qiymat mana bu formula bilan topiladi ekan. Xo'sh, keyingi masalamiz. Mana misol tariqasida 1, 2, 3, 4, 5 ta son berilyapti bizga. O'sha 5 ta soni yo'q. 7,6 x va 6,8 sonlarining o'rta arifmetigi 7,1 ga teng bo'lsa, x ning qiymatini toping. Demak, bu yerda 3 ta son ekan. 7,6 plus x plus 6,8. 3 ta soni o'rta arifmetikni topishimiz uchun 3 ga bo'lishimiz kerak. O'sha o'rta arifmetik qiymat nechaga? 7,1 ga teng ekan. Mana. Xo'sh, x ni topamiz endi. Surat qo'shadigan bo'lsak, 7,6 ga 6,8 13, 14,4 plus x 3 ga ko'paytirsak, buni 21,3 ga teng bo'ladi. Demak, x 21,3 dan 14,4 ni ayirishimiz kerak ekan. X necha bo'ladi? 0,9 6,9 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misolimiz. Birinchi son ikkinchisidan sondan 3 ga katta. Agar ular o'rta arifmetigi 10 ga teng bo'lsa, bu sonlarni toping. Demak, birinchi son x bo'lsa, undan ikkinchi son, birinchi son ikkinchi sondan 3 ga katta. Demak, ikkinchi son bizda x bo'lsa, birinchi son nima bo'lishi kerak? X plus 3 ga teng bo'lishi kerak. Shu ikkita sonning o'rta arifmetigi 10 ga teng. Demak, x plus 3 ga x ni qo'yishadigan bo'lsak va 2 ga bo'lamiz, chunki bizda mana bitta son, mana bu ikkinchi son edi. Ikkita sonni o'rta arifmetik bo'lgani uchun 2 ga bo'lamiz. 10 ga teng ekan. Demak, suratda 2x plus 3 bo'ldi, bu 20 ga teng. 2x teng 17. Demak, x necha? 8,5 ga teng bo'lar ekan. Ulardan kattasi deyapti. Demak, birinchi son so'ralyapti. Ya'ni bizda x plus 3 ning qiymatini topishimiz kerak ekan. 8,5 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, 11,5. Demak, javob 11,5 ga teng. Xo'sh, keyingi misol. 3 ta sonning o'rta arifmetigi 7 ga teng. Ulardan dastlabki ikkitasining o'rta arifmetigi 5 ga teng bo'lsa, 3-chi sonni toping. 3 ta sonning o'rta arifmetigi demak, x, y va z sonlarining o'rta arifmetigi 7 ga teng bo'lsin. Ya'ni x plus y plus z taqsim 3 necha teng? 7 ga teng. Dastlabki ikkitasiniki, ya'ni x plus y taqsim 2 5 ga teng bo'lsa, 3-chi son, ya'ni z ni topishimiz kerak. Demak, x plus y plus z 3 kere 7 21 ga teng bo'lgan. X plus y necha teng bo'lgan? 10 ga teng bo'lgan. Demak, mana bu x plus y ning o'rniga 10 ni qo'yadigan bo'lsak, z 11 ga teng. Demak, 3-chi son 11 ekan. Buni osonlik bilan topishimiz mumkin. 13-masala. A va B, A va 12 sonlar o'rta arifmetigi 18 va B sonlar o'rta arifmetigidan 3 ga ko'p. A va B sonlari ayirmani toping. Demak, A va 12 sonlarining o'rta arifmetigini x deydigan bo'lsak, 18 va B sonlarining o'rta arifmetigini y deydigan bo'lsak, o'rta arifmetigidan 3 ga ko'p. Demak, x imiz nima ekan? Y plus 3 ga teng ekan.
A va B sonlarining ayirmasini topishimiz kerak ekan. Xo'p. Endi joyiga qo'yamiz. Demak, A plus 12 taqsim 2 x o'rniga y plus 3 yozamiz ekan. Xo'sh. A plus 12 teng 2y plus 6. Xo'p, bunda 18 plus b'miz 2y ga teng. Xo'p, bundan A son topadigan bo'lsak 2y minus 6. Bundan B son topadigan bo'lsak 2y minus 18. A'dan B'ni ayiradigan bo'lsak, A'ning joyiga 2y minus 6, B'ning o'rniga 2y minus 18 yozamiz. Barabar. 2y ketadi. Demak, minus 18 dan 6 ayirsak 12 teng. Demak, farqi 12 teng ekan. Xo'p, keyingi masalamiz. 3 ta sonning o'rta arifmetigi 4 ga teng, boshqa 2 ta sonning o'rta arifmetigi 5 ga teng. Xo'sh, shu 5 ta sonning o'rta arifmetigini toping. Demak, 3 ta son x1, x2 va x3 sonlarining o'rta arifmetigi 4 ga teng ekan. Boshqa x4 va x5 sonlarining o'rta arifmetigi 5 ga teng. Shu 5 ta sonning o'rta arifmetigini toping deb. Demak, 3 ta sonning yig'indisi nechaga teng bo'ladi? 12 ga teng bo'ladi. Boshqa ikkitasining yig'indisi esa xo'sh 10 ga teng bo'ladi. Endi 5 ta son deganda x1 plus x2 plus x3 plus x4 va x5 tushuniladi. O'shani nechaga bo'lishimiz kerak? 5 ga bo'lishimiz kerak. Shu qiymat so'ralyapti. Bizda 3 tasiniki 12, xo'p, qolgan ikkitasiniki 10. Demak, jami 22 bo'lyapti. 5 ga bo'ladigan bo'lsak 4,4 ga teng bo'lib qolar ekan. 5 ta sonniki. Xo'p, keyingi masala. Sinfda 30 ta o'quvchi o'rtacha o'zgarish ko'rsatkichi 70 ga teng. Bitta o'quvchi sinfda ketgandan keyin o'rtacha o'zgashtirish ko'rsatkichi 70,5 ga teng bo'ldi. Sinfda ketgan o'quvchining o'zgashtirish ko'rsatkichi qancha bo'lgan? Demak, 30 ta o'quvchiniki, demak, har bir o'quvchiniki, masalan, birinchi o'quvchining x1, ikkinchisiniki x2 va hokazo x 29 plus x 30-o'quvchi bo'lsin. Shuni 30 ga bo'ladigan bo'lsak necha chiqqan? 70 chiqqan. Endi 30-o'quvchi chiqib ketdi. Keyin nima bo'lib qoldi? x1 plus x2 plus va hokazo 29 ta o'quvchiniki 70,5 ga teng bo'lib qoldi. Bizda nima? O'sha ketgan, ya'ni x 30-dagi o'quvchining o'zgartirishi so'ralyapti. Demak, bu yerda x1 plus x2 plus va hokazo x 29 plus x 30 necha bo'ladi? 30 ni 70 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2100 ga teng bo'ladi. Ochkosi bali yoki x1 plus x2 plus va hokazo 29 gacha bo'lgan yig'indi 29 ko'paytirilgan 70,5 ga teng bo'ladi. Xo'sh, 29 da 70,5 ga nima qilib olishimiz kerak? Ko'paytirib olishimiz kerak. Ya'ni bizda mana yig'indi 29 ko'paytirilgan 70,5 plus x 30-o'quvchi barabar 2100 ga teng. Demak, x 30-o'quvchi teng 2100 dan ayirishimiz kerak 29 ko'paytirilgan 70,5 ni. Demak, 2100 ayrilgan 2044 yarim bo'lar ekan. 2100 dan 244 yarimni ayiradigan bo'lsak 56 55,5 ga teng bo'lgan ekan. Shu qiymat topamiz. 30-o'quvchi ketgan o'quvchi 55,5% ko'rsatkichga ega bo'lgan ekan. Xo'p, keyingi masalamiz. 3 ta sonning o'rta geometrik. O'rta geometrik qiymat qanday topiladi? O'rta geometrik qiymat g bilan belgilaydigan bo'lsak, o'rta geometrikda nechta son bo'lgan bo'lsa, ya'ni x1, x2, x3 va hokazo nta son qatnashamiz, har birini ko'paytiramiz va o'sha n'inchi tartibda ildizini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bu nta sonning nimasi? O'rta geometrigi hisoblanadi. O'rta geometrik qiymati hisoblanadi. Xo'p. Endi misolga qaytamiz. Bizda nechta sonligi? 1, 2, 3 ta sonning o'rta geometrik. O'rta geometrik
24, 15 va 75. Necha son ishtirok etdi? 3 ta. Shuncha ildiz tartibi 3 bo'ladi. Xo'p, buni ildiz chiqarishimiz kerak. 15 ko'paytirilgan 5. Xo'p. 24 ko'paytuvchiga ajratib olsak 8 kara 3 bo'ladi. Xo'sh, 15 3 kara 5 bo'ladi. Xo'sh, 75 3 kara 25 ga teng. Xo'p, endi 8 dan bu 2 ning kubi, shuncha 2 chiqadi. 1 2 3 ta 3 bor. Demak, bitta 3 chiqib ketadi. Demak, 3 lar nima qildi? O'chib ketdi. 5 kara 25 125 bu 5 ning kubi. Demak, bu 30 ga teng chiqar ekan. Ko'paytmamiz. Xo'p, mana 3 ta sonning nimasini topishimiz kerak? 26-misolda o'rta geometriyaga x teng bo'lsa, x ni toping. Demak, 3 ta son bor. 3-chi tartib 2, 8 va x bor. Ular o'rta geometriyaga x teng. Demak, x topishimiz uchun har ikki tomonni ko'pga ko'taramiz. 16x barobar x ko'p 16 teng x ning kvadrati. X teng plus minus 4 ga teng chiqadi. Bizda o'rta geometrik qiymat musbat sonlar uchun x 4 degan qiymatni olishimiz mumkin. Xo'sh, endi 29. 3 ta sonning o'rta geometrigi 4 ga teng. Ularning dastlabki ikkitasining o'rta geometrigi 8 ga teng bo'lsa, 3-chi sonni toping. 3 ta sonning o'rta geometrigi 4 ga teng. Demak, A, B, C sonlarning o'rta geometrigi nima bo'lsin? 4 ga teng bo'lsin. Ulardan dastlabki ikkitasining o'rta geometrigi o'rtasi. Xo'p, ikkitasiniki esa o'rta geometrik, ya'ni A bilan B ga nima bo'lsin? 8 teng bo'lsa, 3-chi son, ya'ni C ning qiymatini topishimiz kerak edi. Demak, A, B, C ko'paytmamiz 4 ning 3-chi darajasi, ya'ni 64. Ikkita soni ko'paytmasi A bilan B 8 ning kvadrati 64 ga teng. Demak, uni A bilan B ning o'rniga 64 qo'ygan bo'lsak, ko'paytsa teng 64. Demak, C necha teng ekan? 1 ga teng ekanligini topishimiz mumkin. Xo'p, keyingi masalamiz 32. Yig'indisi 4660 ga teng bo'lgan ikki sondan biri 7 raqami bilan tugaydi. Demak, shunday ikkita son bor, x plus y 4660 ga teng. Agar bu tugaydi, agar bu raqam o'chirsa, teng bo'lgan ikki sondan biri 7 raqami bilan tugaydi. Demak, ikki sonini oxiri 7 bilan tugaydi degan bo'lsak, agar bu raqam o'chirsa, ikkinchi son hosil bo'ladi. Xo'sh, demak, x soni y sonidan 10 marta ko'pligi aniq, chunki bitta sonni o'chiradigan bo'lsak, 7 ni o'chiradigan bo'lsak, keyingi son hosil bo'lsa, demak, undan 10 marta ko'p, ya'ni bitta xona ko'proq bo'lishi kerak. Bu sonlarni toping. 4000 ga yetish uchun, demak, bu ko'rinib turibdiki, birinchi son 4 xonali son bo'lishi kerak. Demak, A, B, C keyin 7 ko'rinishdagi son bo'lgan, keyingisi esa nima bo'lgan? A, B, C ko'rinishda son bo'lgan. Chunki bizda aytayaptiki, mana 7 ni o'chiradigan bo'lsa aytayapti. Agar bu raqam o'chirilsa, mana ikkinchi son hosil bo'ladi. Ya'ni 7 ni o'chirsak, A, B, C qolyapti, to'g'rimi? Mana yerda A, B, C son hosil bo'lyapti. Bu yig'in necha? 4660 ga teng. Xo'sh. Endi buni xona bu sonlarni toping. Demak, buni qanday hisoblaymiz? Buni birinchi sonni hosil qilishimiz uchun A, B, C sonni 10 ga ko'paytirib va nima qo'shishimiz kerak? 7 ni qo'shishimiz kerak. A, B, C sonni 10 ga ko'paytiramiz va 7 ni qo'shadigan bo'lsak, mana shu yig'inda nimani hosil qiladi biz uchun? Mana birinchi sonni plus A, B, C degan son barobar 4660 ga teng. Demak, 10 plus 7 17 va buni qo'shadigan bo'lsak 18 bo'ladi. Demak, 10 ta A, B, C 3 xonali son plus 7 plus A, B, C 3 xonali son 4660.
Demak, 10 bitta A, B, C degan 3 xonali sonimiz plus 7 barobar 4667. Demak, 10 bitta A, B, C teng bo'layapti. 4667 dan olsak 4653 teng. Demak, A, B, C ni topishimiz uchun 4653 ni 11 ga bo'lishimiz kerak. Xo'sh, 4653 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 dan beramiz 44, 2, 5, 2 dan beramiz 22, 3 va 3 va 3 dan beramiz 33 teng 0. Demak, bu 423 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, demak, y sonimi bu? Y A, B, C ga teng edi. Bu 423 ga teng. Demak, x soni 423 ning orqasiga 7 yozib qo'yamiz. Mana shu sonlar ekan. Xo'sh, keyingi masalamiz. O'zini raqamlar yig'inisidan 6 marta katta bo'lgan ikki xonali sonlarni toping. Ikki xonali sonlar demak A, B ko'rinishda bo'lgan o'zining raqamlar yig'inisidan 6 marta katta bo'lgan ikki xonali sonlarni toping. Demak, raqamlar yig'inisi A plus B. Shundan nima bo'lsa kerak? 6 marta ko'p bo'lishi kerak. Endi mana A, B ikki xonali sonni xona birliklari ko'rinishida yozadigan bo'lsak, A o'nlar xonasida turgani uchun 10 ga ko'paytiramiz, B birlar xonasida turgani uchun 1 ga ko'paytiramiz. Raziyat deb yozib olik. 6A plus 6B 10A plus B teng 6A plus 6B. Xo'sh, demak 4A teng 5B. Bizda A va B'lar nimalar? Raqamlar. Raqamlar esa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9 gacha 10 ta raqam bor o'zi. Sonlarni toping deb. Demak, A ning o'rniga 0 bo'lishi mumkin emas. Chunki o'nlar xonasi 0 dan boshlanmaydi. 1 qo'yadigan bo'lsak, A ning o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, B nima bo'lib qolmaydi? Raqam hosil bo'lmaydi. Demak, A 1 bo'lishi mumkin emas ekan. Xo'sh, A ning o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, 8 B raqam chiqmaydi. A ning o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak ham raqam chiqmaydi. A ning o'rniga 4 qo'ysak ham raqam chiqmaydi. B sonimiz, B raqamimiz raqam hosil bo'lmaydi. A ning o'rniga 5 qo'ysak, o'shanda nima bo'lishi mumkin bu? 4 bo'lishi mumkin. Demak, A, B ikki xonali sonimiz nima bo'lishi mumkin ekan? A ning joyida 5 bo'lgan vaqtda B'miz 4 bo'lishi mumkin. Xo'sh, 6 ni qo'ysak ham to'g'ri kelmaydi, 7 ham to'g'ri kelmaydi, 8 ham to'g'ri kelmaydi, 9 ham. Faqat bu yagona ko'rinishda ekan. Mana bu faqatgina 54 degan sonimizda bor ekan. 6 marta katta bo'lar ekan. Xo'sh, qolganlari ham xuddi shunday. Endi 38-masala qaraymiz. Raqamlarini o'rinlarini almashtirganda qiymati 7 taqsim 4 marta ortadigan ikki xonali sonni toping. Demak, bizda nima? Ikki xonali son bor. A, B ko'rinishda. Agar biz raqamlar o'rnini almashtirsak, B, A ko'rinishda yozadigan bo'lsak, ana shu qiymati 7 taqsim 4 marta ortadi. Demak, buni B, A sonimiz 7 taqsim 4 marta katta bo'ladigan bo'lsa, demak, dastlabki sonimiz nima qilishimiz kerak? O'sha songa ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Dastlabki sonni 7 taqsim 4 ga ko'paytsak, keyin B, A soni hosil bo'lgan bo'ladi. Xo'p, endi buni nima qilamiz? Xona birliklari ko'rinishida yozamiz. 10 ta A raziyat deb yozadigan bo'lsak, 10A plus B. Xo'sh, B, A sonimiz 10 ta B plus A ko'rinishda bo'ladi. Endi proporsiya qiladigan bo'lsak, 7 10 ta A plus B teng 4 ga qo'ysak 40 ta B plus 4 ta A. 70 ta A plus 7 ta B teng 40 ta B plus 4 ta A. Xo'sh, A ni bu tomonga o'tkazsak 66 ta A teng 33 ta B bo'lyapti. Buni 3 ga qisqartirib 11 ga qisqarsak bo'lagan. 33 ga bo'lsak 2A teng B ko'rinishda hosil bo'ladi. Demak, A raqam B raqamdan 2 marta katta bo'lishi kerak.
ikki xonali sonda, ya'ni A, B sonlarini topadigan bo'lsak, ho'p. A ning o'rniga nima qo'yib bo'lmaydi? 1 qo'ysak, A ning joyiga mana 1 qo'yadigan bo'lsak, 2 ga bo'lsa 1 necha bo'ladi? Xo'sh, 2 bo'ladi. 12 ekan. A ning o'rniga 2 qo'ysak, 2 kir 2 4 va 4 ga teng bo'lar. Demak, 24. Keyingisi 3 qo'yadigan bo'lsak, 6, 4 qo'yadigan bo'lsak, 8, 5 qo'yadigan bo'lsak, 10 bo'ladi. 10 degan raqam yo'q. Shuning uchun faqat shu sonlarda 1, 2, 3, 4 ta sonda shunaqa holat mavjud ekan. 41-masala, sotuvchi mahsuloti 1200-12600 so'mdan sotib 10% zarar ko'rdi. Mahsulotning tan narxi qancha bo'lgan? Demak, tan narxi A so'm bo'lgan bo'lsa, demak, bu 10% zarar ko'rdi. 10% zarar degani 100% dan nima qilamiz? 10% dan ayiramiz. Bu 90% bilan nima qilgan? Sotgan. Demak, tan narxining 90% miqdori bilan sotgan. Foizni biz songa o'tishimiz uchun o'sha 90% ni nima qilishimiz kerak edi? 100 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 100 dan 90 qismi. Ya'ni bu 90 0.9 yoki 9 taqsim 10 bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Demak, A tan narxi bo'lsa, tan narx bo'lgan bo'lsa, o'sha nima qilishimiz kerak? 10 dan 9 qismiga sotgan bo'lami 90%? Mana 90% shunga aylantirib oldik. O'sha 12600 so'm ekan. Xo'p, endi shuni topamiz. Demak, A tan narxi 12600 ni 10 taqsim 9 bo'ladi. Endi 126 ni 9 ga bo'ladigan bo'lsak, 9 36 4 14000 ekan dastlabki narx. Ya'ni tan narxi 14000 bo'lgan. 10% zarar bilan sotgan bo'lsa, 90% bilan sotadi. 90% demak 12600 so'm bo'lgan. Xo'sh, korxonada ishchilarning 44% mana 45-masalada ayollar. Demak, 100% degan bo'lsak, 44% ayollar ekan. Ayollar 44%. Xo'sh, ular erkaklardan 36 marta ko'p. Demak, erkaklarga qancha qoladi? Erkaklarga xo'sh 56% qoladi. Demak, erkaklardan 36 nafar kam. Demak, qancha farq qilyapti erkaklar va ayollarning foizi? Demak, erkaklar ulardan 56% dan nima qilamiz? 44% ayiramiz. Demak, 12% nima qilgan? Ortiq. 12% ortiq bo'ladigan bo'lsa, o'sha 12% nechaga teng bo'lyapti? 36. Demak, 12% 36 ga teng. Korxonada ishchilar soni endi erkak ayol birgalikda 100% ni tashkillaydi. Demak, 100% miqdor topish kerak x da. Xo'p, demak, bu yerda x ni topadigan bo'lsak, 36 ko'paytirib 100 taqsim 12 bo'ladi. Demak, qancha bo'lgan? 300 ta ishchi bo'lgan ekan. Xo'sh, keyingisi, idishda 40% suvga to'ldirilgan. Agar idishga yana 20 litr suv solinsa, uning 50% to'ladi. Demak, idishning 40% to'ldirilgan. Demak, yarmi to'lish uchun qancha qolgan? 10% qolgan. Demak, yarmi 50% bo'ladimi? 40% to'la bo'ladigan bo'lsa, qancha qolgan bo'ladi? 10% qolgan bo'ladi. O'sha 10% nimaga teng bo'lyapti? 20 litrga to'g'ri kelyapti. Uning 50% to'ladi. Idishning hajmini toping. Demak, idishning hajmi qancha? Biz 100% deb oladigan bo'lsak, o'sha x ga teng bo'lsin. Demak, o'sha yerdan x topadigan bo'lsak, x teng mana bu yerda proporsiya qiladigan bo'lsak, 20 ko'paytirilgan 100 taqsim 10. Demak, 200 litr ekan. Xo'sh, 51. Mahsulot narxi dastlab 30% ga ko'tarildi. Demak, mahsulotning narxi, tan narxi A bo'lsin. A nima bo'lsin? Tan narxi bo'lsin. Dastlabki narxi yoki.
dastlabki narx. Endi nima qilgan? Birinchi jarayonda 30% ko'tarilgan. 30% ga oshdi. Oshgan bo'lsa, uning narxi endi qancha bo'lgan? 100% ga nima qilamiz? 30% qo'shgan hisoblanamiz. Bu 130% bo'lgan bo'ladi. 130% biz songa aylantirsak, 130 taqsim 100 bo'ladi, to'g'rimi? Bu 1,3 ga teng bo'ladi. Xo'p. Ya'ni demak A so'm edi. 30% oshgandan keyin buni 1,3 ga sotadi. Ya'ni 1,3 ko'paytirilgan A so'mga sotadi. Endi uning narxi qancha? 1,3 A so'm. So'ngra 10% ga arzonlashdi. Endi nima qilgan? 10% ga tushgan. 10% ga tushdi. Bu degani 100% dan nima qilishimiz kerak? 10% dan ayirishimiz kerak degan. Bu 90% teng. 90%imiz 90 taqsim 100 bu 0,9 teng bo'ladi. Ya'ni o'sha narxni, hosil bo'lgan narxni nimaga ko'paytirishimiz kerak? 0,9 ga ko'paytirishimiz kerak. 0,9 ko'paytirilgan 1,3 A. Nima bu? Uning narxi edi. O'shaning nimasi? 0,9, ya'ni 90% miqdoriga sotilgan hisoblanadi. Mahsulot narxi dastlabki narxga nisbatan necha foizga ko'tarilgan? Ya'ni mana shu ko'paytma orqali nima qilgan? Oxirgi narxi mana shu summaga teng bo'lgan. 0,9 ni 1,3 ga ko'paytirsak 9 kira 3 27 9 117 1,17 A. Buni foizga o'tkazadigan bo'lsak, bu 117% bo'ladi. 117% bilan sotgan hisoblanadi. Demak, dastlab 100% bilan ayiradigan bo'lsak, 17% foyda bilan sotgan hisoblanadi. Xo'sh. Mana masalan 52 da mahsulot narxi dastlab 10% ga arzonlashdi. 10% ga arzonlashgan bo'lsa, 100% 10% ayirsak 90% bo'ladi, to'g'rimi? Demak, A so'm bo'lsa dastlabki narx. Keyin 10% arzonlashgandan keyin narx qancha bo'lib qoladi? 0,9 A ga teng bo'ladi. Keyin so'ngra yana 20% ga arzonlashdi. Yana nima qilishak? 20% ga arzonlashishak. Qolgani qancha bo'ladi? 80% bo'ladi. Bu degani 0,8 degan. Demak, 0,8 bilan hosil bo'lgan summa endi. O'shani nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 0,8 ko'paytirilgan narx 0,9 A. Mana shu ikkalasi ko'paytmasi bo'ladi. 8,9 72. 0,72 A. Demak, natijada uning bahosi 0,72 A. Ya'ni bu dastlabki A ning necha foizi bo'ladi? 72% ga teng bo'ladi. 72% ga teng bo'ladi. 0,72 nima teng? 72% degani. Narxi nisbatan necha foizga kamaygan? Demak, oldin 100% bo'lgan bo'lsa, keyin u 72% miqdorida sotilgan bo'lsa, 28% ga nima qilgan bu? Tushgan dastlabki narxidan. 2 marta pasaygandan keyin o'zining 72 qismiga, 0,72 qismiga sotilgan hisoblanyapti mahsulot. 0,72 bu 72% ga yuradi. Demak, 72% miqdorida sotilgan bo'lsa, demak, dastlabki narxga nisbatan 28% nima qilgan bo'ladi? Arzonlashgan bo'ladi. Ko'tarildi desa qo'shamiz, kamaydi desa ayirib ketaveramiz. Mana masalan, ish haqi, demak, A so'm bo'lsin. Dastlab 20% ga nima qilgan bu? Oshgan. Demak, bu 1,2 ga miqdorida ish haqi qolgan. O'shani A summaga ko'paytiramiz. Endi uning ish haqisi qancha bo'ldi? Shuncha summa bo'ldi. So'ngra 10% ga nima qildi? Kamaydi. Demak, u o'sha olayotgan ish haqining, mana bu ish haqining 0,9 qismini oladi. Shuning uchun buni nima qildik? 0,9 ga ko'paytirdik. Endi uning dastlab keyingi oladigan ish haqisi 9 18 90 108. 1,08. Uni dastlabki mana bu holat bilan solishtiradigan bo'lsak, necha foizga? 8% ga oshganini ko'ryapmiz. Xo'sh, ish haqi 3 marta 1 xil foizga oshirildi. Natijada ish haqi dastlabkiga nisbatan 33,1% ga oshdi. Ish haqi har safar necha foizga oshgan?
deylik n foizga oshdi deydik. N foizga oshdi. Demak, birinchi safar bu n foizga oshgandan keyin 1 plus n taqsim 100 bo'lgan. O'sha a summada sotgan. Bu birinchi safar oshdi. N narxi ish haqi shuncha. Endi u yana n foizga oshdi. Yana uni nimaga ko'paytirishimizak? 1 plus n taqsim 100 ga. Qaysini? Oshgan narxini yana n foizga oshgani uchun o'sha summaga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 1 plus n taqsim 100 ga a. Bu 2 marta oshgandan keyingi nimasi? Ish haqisi. 3-chi marta oshishi uchun yana n foizga oshdi deyapti. Xo'sh, yana n foizga oshgan bo'lgan bo'lsa, yana uni nimaga ko'paytirishimiz kerak? N taqsim 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Nimani? Keyin hosil bo'lgan ish haqini. Oxirgi marta hosil bo'lgan. Demak, 1 plus n taqsim 100 1 plus n taqsim 100 ko'paytirilgan a barobar. Bu 1 plus n taqsim 100 ning nimasi? 3-darajasi ko'paytirilgan a summa. Dastlabki narxi nisbatan 33.1% ga oshdi degani bu nima bo'lgan? 100% ga qo'shib yana foizga aylantiradigan bo'lsak 1.331 a ga teng bo'lgan. Buni alar qisqartirib boramiz va alar qisqartirib borgandan keyin nima qilishimiz kerak? O'shandan nimaning 3-darajasi 1.33 ga teng ekanini topishimiz kerak. Xo'sh. Buning uchun hisoblab ko'ramiz. Menimcha 1.1 ning darajasi bo'lsa kerak. 1.1 ni ko'paytiramiz. 1.1 ga yana ko'paytiramiz. 1.1 ga. Xuddi shunday 1.1 ning darajasi ekan. Xo'sh. Demak 1 plus n taqsim 100 ning kubi teng mana 1.331 imiz. Bu 1.1 ning nimasi ekan? Kubi ekan. Demak bu 1 plus n taqsim 100 teng 1.1. Demak n taqsim 100 0.1 ya'ni 1 taqsim 10 yoki 10% teng ekani kelib chiqyapti. Demak n nima ekan? N 10% ekanligi hosil bo'ldi. Demak 3 marta 10% dan oshgan hisoblanadi. Xuddi shunday mana bu yerda kubning qirrasi 10% ga oshsa, uning hajmi kubni bilamiz. N hamma tomon teng bo'ladi. Xo'sh, a hajmi s asos ko'paytirilgan h bo'lgandan keyin asos yuzasi a ko'paytiriladi. H yana a ga teng. Demak bu a kubga teng. 10% ga oshirsa qirrasi demak 1.1 a bo'ladi. Eni bo'yi 1.1 a ga teng bo'ladi va balandligi ham 1.1 a ga teng bo'ladi. 1.1 3 marta ko'paytirilgan bo'lsa 1.331 a ga teng bo'ladi ekan. Kubning hajmi qanday o'zgardi degan savolga javob beradigan bo'lsak, bu dastlab kubning hajmi a kub bo'lgan. Bunda ham shunga teng. Endi buni foizga o'tkazadigan bo'lsak, bu dastlabki a kubga nisbatan 133.1% ni tashkil etadi. Mana bu sonni nima qilyapmiz biz? Foizga o'tkazyapmiz, ya'ni 100% ga ko'paytiryapmiz. Bu o'zi nima edi? 100% edi. Mana buni o'zi. Demak, ayiradigan bo'lsak, ya'ni 133.1% dan 100% ni oladigan bo'lsak, 33.1% ga nima qilgan bu? O'sgan hisoblanadi hajmi. Mana parallelogramma eni bo'yi balandligi mos ravishda shu foizga oshadi. Parallelogrammaning hajmi qanday o'sgan? Parallelogramma masalan eni a ga, bo'yi b ga va balandligi nimaga teng bo'lsin? C ga teng bo'lsin. Dastlab uning hajmi a, b, c ga teng. Endi uning balandligi mos ravishda 10% ga oshdi. Demak 1.1 a. Xo'sh, 20% ga oshdi. 1.2 b va 30% ga oshdi. 1.3 c. Yana buning hajmini hisoblaydigan bo'lsak, 1.1 a, 1.2 b va 1.3 c ga teng bo'ladi. Har birini ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, xo'sh,
2 12 3 132 132 ni 1/3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 3 kere 2 6 9 va 3 2 3 va 1 qo'shib chiqadigan bo'lsak 6 11 6 7 xo'sh 1 1 7 1 6 A B C. Xo'sh, ishda belgisi so'ragan bo'lsa shuncha bo'ladi. Endi buni foiz o'tkazadigan bo'lsak 171,6% bo'ladi. Dastlab mana buni o'zini 100% deydigan bo'lsak, necha foizga o'zgargan desak, uni nima aytamiz? 100% aytib tashlaydigan bo'lsak, 71,6% nima qilgan? O'sganini topishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi masala A sonining 30% bilan B sonining 20%, A sonining 30%, B sonining 20% deng. A sonining B soniga nisbatini toping debdi. Demak, A taqsim B ni topishimiz kerak. A sonining 30%. Demak, 0,3 A, B sonining 20%. 0,2 B. Demak, A ni B ga bo'ladigan bo'lsak, 0,2 taqsim 0,3 bo'ladi. 10 ga ko'paytsak 2 taqsim 3. Xo'sh. A soni 30% B ga, demak 0,3 A bu B ga, B soni 20%. 0,2 B teng C ga teng bo'lsa, A soni necha foizi C ga teng? Xo'sh, A bilan C'ning bog'lanishini topishimiz kerak ekan. Bu yerda B ni topadigan bo'lsak, C taqsim 0,2 bo'ladi. Joyiga qo'yib qo'yamiz. 0,3 A teng C taqsim 0,2. Ko'paytiradigan bo'lsak 0,3 ko'paytirilgan 0,2 A teng C. 3 kere 2 6. Xo'sh. 1 2. Demak, A soni 0,6 A miz C ga teng bo'lyapti. Demak, ko'rinib turibdiki, A sonining necha foizi bo'ladi bu? 6% hisoblanadi. 6% nima teng ekan? C ga teng ekan. Mana bu yerdan shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Xo'sh, Ali pulining 20% ni Valiga bersa, ularning pullari tenglashadi. Valining puli Alining pulidan necha foizini tashkil etadi? Demak, Ali pulining 20% ni bunga bersa, demak, Ali pulining 20% ni bunga bergandek o'zidan qancha qoladi? 0,80% qoladi. Bu 0,8 Alining puli teng Vali o'ziga qo'shib olyapti qancha? Alining 20% pulini. Demak, 0,2 A pulni qo'shib olyapti. Tenglashadi. Valining puli Alining pulidan necha foizini tashkil etgan deyapti. Demak, qandaydir n foizini tashkil etgan bo'lsa, n taqsim 100 ko'paytirilgan Ali teng Valiga teng bo'lishi kerak. Bu yerda nimani topishimiz kerak? O'sha n foizini topishimiz kerak. Xo'sh, endi hisoblaydigan bo'lsak, 0,6 A teng Vali. 0,6 degani o'sha necha foizga teng bo'ladi? Mana 0,6. 0,6 bu 60% teng bo'ladi. Demak, Alining 60% puli Valiniki teng hisoblanadi. Xo'sh, 1.75. Bir kishi zindonda 48 sekundga tushdi. Agar u bir kishi zindonda 48 sekundda tushdi. Agar u tezligini 20% ga oshirsa, zindadan necha sekundda tushadi debdi. Demak, S masofa bo'lsin uzunligi V T ga teng. Agar u tezligini 20% ga oshirsa, o'sha S masofa T vaqtimiz qancha bizda? 48 sekundda 20%. Demak, 1.2 V bo'lishyapti. Qanday T vaqti. Necha sekundda tushadi? O'sha T vaqti topishimiz kerak ekan. Xo'p. S ning o'rniga nima yozamiz? 48 V yozamiz. Mana buni joyiga olib kelamiz. 1.2 V T. Vlar qisqaradi. Demak, T 48 taqsim 1.2. 48 12 tepada 10. 4 40. Demak, 40 sekundda tushgan bo'lar ekan.
musbat x soniga teskari x sonining xning 36% tashkil etadi. Xni toping. Musbat x songa teskari son, demak x ga teskari son bu 1 taqsim x. Teskari son xning 36% tashkil etadi. Demak bu 36%ga teng bo'lar ekan. X ni toping. Demak 0,36 x kvadrad teng 1. Har ikki tomonni necha ko'paytirib beramiz? 100 ga ko'paytirib beramiz. 36 x kvadrad teng 100 bo'lsin. Demak x kvadrad 100 taqsim 36 ga teng. Demak x ni o'zini topadigan bo'lsak 10 taqsim 6 yoki 5 taqsim 3 ga teng bo'lgan. 83. Ikkita musobaqa sonining o'rta arifmetigi ularning o'rta geometriyaga teng bo'lsa, bu sonlarning nisbatini toping. Demak, ikkita sonning o'rta arifmetigi, demak x plus y taqsim 2 bu sonlarning o'rta geometriyaga teng. X y ko'paytmay teng. Bu sonlarning nisbatini, ya'ni x taqsim y deb topishimiz kerak. Demak, kvadratga oshirib beradigan bo'lsak, x plus y ning kvadrati teng 4 ta xy hosil bo'ladi. X kvadrat plus 2xy plus y kvadrat teng necha? 4 ta xy. Xo'p, bir tomonga yig'adigan bo'lsa x kvadrat minus 2 ta xy plus y kvadrat necha ekan? 0 ekan. Xo'sh. Endi bu degani x minus y ning kvadrati teng 0 degani. Demak x minus y teng 0 va x y ga teng. Demak x y ga teng bo'ladigan bo'lsa x taqsim y necha teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Chunki o'zaro teng. Xo'sh, 86. A sinfdagi o'quvchilarning o'rtacha o'zlashtirishi 70% ga, B sinfdagi o'rtacha o'zlashtirish foizi 80% ga, ikkala sinfning o'quvchilar o'rtacha o'zlashtirish foizi esa sinfdagi o'quvchilar o'rtacha o'zlashtirishi 70 ga. A sinfda o'quvchi soni B soniga nisbatini toping. Keyingi A sinfda A ta o'quvchi bor, B sinfda B ta o'quvchi bor desak, ya'ni A sinfda o'quvchi soni B sinfdagi o'quvchi soni degani A taqsim B ni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, 70% ga teng. Demak, mana bu yerda x1 plus x2 va hokazo nima? X A taga bo'ladi. Demak, A ga nisbati bu 70 degan. Demak, x1 plus x2 plus va hokazo x A ta o'quvchining umumiy foizi 70 ko'paytirilgan A, 70 A ga teng bo'ladi. Endi B sinfdagi x1 plus keyinda uni y dedik. y1 plus y2 va hokazo y beta o'quvchi bor. O'shaning b ga nisbati 80 bo'lgan. Demak, 1 dan va hokazo nimagacha beta o'quvchining o'zlashtirishi 80 b ga teng bo'lgan. Ya'ni har ikkalasiniki nima bo'ladi? O'rtacha o'zlashtirishi 70 ta A ga 80 ta B ni qo'shib A plus B ga bo'lishimiz kerak. A plus B umumiy o'quvchilar soni bu 75,2 ga teng ekan. Mana shunda A taqsimini topib olishimiz kerak. Endi 70 ta A plus 80 ta B teng 75,2 A plus 75,2 B ga teng. Xo'sh, 80 dan 75,2 ni ayirsak 4,8 B teng 5,2 A ga teng. Demak, A ni B ga bo'ladigan bo'lsak 4,8 taqsim 5,2. Buni 10 ga ko'paysak 48 taqsim 52. 4 ga bo'ladigan bo'lsak 12 taqsim 13 ekan nisbati. Xo'sh, shunday qilib iqtidorli bolalarga yetib keldik. Iqtidorli bolalarda 1 dan n'gacha natural sonlar va 75 sonining o'rta arifmetigi 26 ga teng bo'lsa, n'ning qiymatini toping. 1 dan nimaga kechiryapti? N'gacha natural sonlar va 75 sonining o'rtacha. Demak, 1 dan n'gacha bo'lgan sonlar yig'indisi nima? 1 plus 2 plus 3 plus va hokazo n va 75 son deyapti. O'rta arifmetik 26 teng. Demak, n ta son va yana bitta son qo'shilyapti. 75-chi bir qo'shamiz. O'rta arifmetik nechaga teng? N ga teng. Bu yerda n ning son qiymatini topishimiz kerak. 1 dan n gacha yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, 1 plus n taqsim 2 ko'paytirib n plus 75. Xo'p, mahrajda n plus 1 barobar n hisoblaydigan bo'lsak,
n kvadrat plus n plus 75 xo'sh 75 ni 2 ga bo'lsak 150 teng n kvadrat plus n bo'lib qolyapti. Mana mahrajda 2 ham bor ekan. 2 ko'paytiriladi. Demak 150 teng n kvadrat plus n. N kvadrat plus n minus 150 teng 0 bo'ladi. Yaxshi hisoblaydigan bo'lsak, n1 2 teng minus 1 taqsim 2 plus minus nizosi 1 taqsim 4 plus 150 bo'lyapti. Xo'sh, barobar minus 1 taqsim 2 plus minus 601 taqsim 2. Bu yerda adashibmiz. O'rta arifmetik 26 ga teng ekan. Mana bu yerda 26 ekan. Biz n deb olib ketib qolibmiz. Shunda adashmovchilik bo'ldi. Demak, mana bir necha ekan? N emas, 26 ga teng ekan. Demak, birdan n gacha yig'indi 1 plus n taqsim 2 ko'paytir n plus 75 teng bo'lishi ekan 26 n plus 1 ga. Mana buni bu tomon ko'paytirishga o'tkazdik. Bu n kvadrat plus n plus 150 teng 2 ni ko'paytirib 2 ko'paytirib beryapmiz. Bu yerda 52 n plus 1 bo'lyapti. Xo'sh. N kvadrat plus n plus 150 teng 52 n plus 52 ga. N ning kvadrati minus 51 da n. Xo'sh, plus 98 teng 0 bo'lyapti. N1 2 ko'paytirsak nima bo'lyapti? Ko'paytirganimizda 98, qo'shganimizda 2 51 ga teng esa bu 49 bilan 2. 49 2 biz 98 qo'shsak 51 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda n nechaga teng bo'ladi? 49 ga. 49 yoki nechaga 2 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh, 92. Sonlarning o'rta geometrigi 32 ga teng bo'lsa, n ni toping debdi. 2 4 2 darajasi n. Bu degani geometrik progressiya, ya'ni o'rta geometriya. Xo'sh. 2 4 va hokazo 2 darajasi n va yana 2 darajasi 14 deyapti. Necha sohasi bor? Birgacha n ta. Chunki bu 2 darajasi 4 ni biz nima deb yozishimiz mumkin? 2 ning ikkinchisi deyishimiz mumkin. 1 2 va hokazo n ta bo'lyapti. Demak, n plus 1 bo'ladi mana bu son bilan. Shu 32 ga teng ekan. Xo'sh, demak n plus 1 tartibda 2 darajasi 1 dan n-gacha yig'indisi 1 plus n taqsim 2 ko'paytirib n yana 2 darajasi 14 bor. Xo'p, shu 32 ni 2 ning nechinchisi deymiz? 5-chi deymiz. Demak, bu yerda n plus 1 tartib 2 darajasi n kvadrat plus n taqsim 2 plus 14. Xo'sh, 2 darajasi 5 ga teng. Xo'p. Buni qanday ishlaymiz? Bu 2 darajasi mana n plus 1 da 1 taqsim n plus 1 deb yozadigan bo'lsak, tartibini ko'paytiramiz. Nimaga? Xo'sh. n kvadrat plus n taqsim 2 plus 14 teng 2 ning nechinchisi? 5-chi. 2lar tashlab ketadigan bo'lsak asoslarini n kvadrat plus n taqsim 2 plus 14 demak 1 taqsim n plus 1 bor teng 5 bo'ladigan bo'lsa n kvadrat plus n plus 28 taqsim 2 5 da n plus 5 ga teng bo'ladi. Xo'sh, n kvadrat plus n plus 28 10 ta n plus 10 bo'ladi. Xo'p. N ning kvadrati 10 ni bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak 9 ta n plus 18 teng nima bo'ladi? 0 bo'lyapti. Xo'p. Bu yerda yechim qiladigan bo'lsak, ko'paytirsak 18, ya'ni
n kvadrat minus 9n plus 18 teng 0 teng nimasi bo'ldi. Ko'paytirsak 18 qo'shganimizda 9 ga teng bo'ladigan son 6/3. 6 kira 3 18 va 6 ga 3 qo'shsak 9. Demak, n nima bo'lishi mumkin ekan? 6 yoki 3 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Xo'sh, shu bilan darsimiz tamom.